Yaqinda ko'rgan bo'lsanglar kerak, Dubayga ham borib, mana shu MGB brendini sotadigan do'kondan video qo'ydim. Ular bilan ham gaplashdim-da. Shu to'g'risida Yaponiyadan aniq olasanlarmi, nima bo'lyapti? Ular bilan ham gaplashdim-da. Bu qayerda chiqadi, qayerdan olib kelasanlar deb. Ular 100% Yaponiyada. Даже hozir problema bo'layotgan ekan, rangli tovar kelishida 1,5 oy, taxminan 2 oydan beri yangi tovar kelmayotgan ekan o'sha hisobiga Yaponiyadan. Boricha oldik, lekin Hado ranglardan biz so'ragan kolleksiyani qilib bera olmadi. Hozir mana men bu do'konimizda taxminan 200 xilga yaqin rangi bor. Mana shu MGB bisiri. Abu Saxiy filialida anchadan beri sotamiz. Kelib yurgan obunachilarimiz bilishadi. Assortiment qolmagan endi yaqinda taxminan 15 kun 20 kunda u do'konimizda ham assortiment bo'ladi. Bemalol kelib tanlab olib ketsanglar bo'ladi yoki dastavka bo'yicha murojaat qilib zakaz qilsanglar bo'ladi.